Avtosalonda mana shu odamni ko'rsam xursand bo'laman. Sababi bizda yangi partiya Bestyon B70 O'zbekistonda yig'ilayotganlar 40 yillik treylerdan krossini tushirib olib, har bitta avtomobilni qabul qilishadi, servisga olib kirishadi, tekshirishadi. Mana hamma tayyor bo'lsa avtomobil keyin Xudo xolasa egalariga topshiramiz. Mana Xudo xolasa treylerdan qabul qilib olish jarayonlarimiz boshlandi. Nurmuhammad sizlarga mashinani ko'rsatib, Xudo xolasa obzorlarni qilib beradi. Ana bitta gap ayting. B70 o'zi keladimi, o'chitimiz qachon keladigan mijozlar. Xudo xolasa hammasiga mana ketma-ket mashinalarimiz kirishib boshladi. O'zbekistonda yig'ilayotganlari mana Xudo xolasa keldi, navbat asosida hammaga qilib beramiz. Agar sizlarga ham narxdan arzon, sifatli O'zbekistonda yig'ilayotgan mashinalar kerak bo'lsa, Bestyon B70, Bestyon T77, Dongfeng, Mej va boshqa shunaqa turdagi avtomobillarimiz kerak bo'ladigan bo'lsa, bemalol pastki nomerlarga murojaat qilasizlar. Xudo xolasa hammasini navbat asosida egalariga topshiramiz. Assalomu alaykum, Jaydar Cars YouTube kanali hurmatli obunachilari. Orqamizda turgan Bestyon B70 1.5 litrli turbina, ya'ni O'zbekistonda yig'ilishi kutilayotgan komplektatsiyalar уже yetib keldi. Mashinalarimiz Sirdaryodan bizani 5-bekat, ya'ni Sergeli Chinor hamda metro Chinor hamda Qipchoq metro bekatining yonida joylashgan avtosentr avtosalonimizdan уже skladiga yetib keldi. Bu yoqda soni, bu yoq tepada 4 ta, pastki tomonda 4 ta, mana 4 tasini bu yoqdan ko'rsatib qo'yamiz. Bular uch tushdi. Hop, buni orqasidan Bestyon T77 modelimiz kelyapti. Hozir u ham yo'lda. Undan tashqari Mej avtomobilimiz ham kelyapti. Mashinaning narxlarini birin-ketin eslatib o'tib ketaman. 256 million 100 ming so'm 1.5 litrli turbina motor bo'ladi. Salon ichki interyerlarini ko'rsatadigan bo'lsak, to'laqonli koja, qora rangda, qoraga qora bo'ladi. Rullarimiz elektronli, sidenalarimiz elektronli, ikkita oldida podograflari, 360 kamera, adaptiv cruise control, panorama lyuk, hamma navrotlari bor. Navbat asosida topshirishni boshladik. Hozir mashinalarni ko'rib, servisimizda birin-ketin hammasini yana bir qator ko'rib chiqqandan keyin o'sha navbat asosida berishni boshlaymiz. Ya'ni bugun kun juma bo'ladigan bo'lsa, ertaga shanba kundan boshlab o'sha navbat asosida tarqatishni boshlaymiz. Bestyon B70 avtomobilimizning orqasidan Bestyon T77 avtomobilimiz treylerda yetib keldi. Ko'rayotganinglardek qora, seri hamda qizil ranglardan bor. Bularga pul to'lab qo'ygan mijozlarimiz bor edi. Bularni ham navbat asosida topshirishni boshlaymiz. Bugungi chizlovimiz 21-noyabr, ertaga 22-noyabr, ya'ni shanba kuni o'sha bu mashinalarni o'zini egalariga topshirishni boshlaymiz. Kimga shu avtomobilni qiziq bo'ladigan bo'lsa, pastki nomerlarga telefon qilsanglar, naqd hamda avtokredit usulida xarid qilishingiz mumkin. Xo'p, bu avtomobilimizning narxi 256 million 100 ming so'm, boshlang'ich 25% to'lovini qilib, ya'ni 76-77 million atrofida to'lab, 1 yildan 5 yilgacha avtokreditga xarid qilishingiz mumkin. Kimga shunaqa avtomobillar kerak bo'ladigan bo'lsa, barchalarni avtosentr avtosalonida kutib qolamiz. Mashinamizning narxi 256 million 700 ming so'm, naqd hamda avtokredit usulida xarid qilishingiz mumkin. Pastki nomerlarga aloqaga chiqsanglar, to'lov grafiklari hamda manzilimiz, lokatsiyalarini tashlab beramiz. Barchangizni avtosentr avtosalonida kutib qolamiz.